Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatayotgan bizni kuzatayotgan akalar. Bugungi ishimiz Leap Motors C16 avtomobiliga zaryad ustalovka qildik. Bu yerda smart avtomatdan foydalandim. 2 polsli 40 amperli avtomat qo'yildi. 7,5 kilovatli puskaratel qo'yildi. Bu yerda mana telefondan turib zaryadniyni boshqarsa bo'ladi, uydan turib. Ya'ni bu yerda mana zaryadga qo'yish vaqti va o'chirish vaqtlarini qo'ysa bo'ladi. Mana masofadan turib hamma narsani o'zi avtomatik boshqaradi. Shunchaki zaryadga suqib ketasiz, o'zi o'chiradi. Bu funksiya telefonda o'zida ham bor, lekin himoya sifatida shu nima qo'yildi. Mana hozir o'chirdik, yoqdik, o'chirdik, yoqdik. Yana zaryad olishni boshladi. Xullas akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga yozinglar. Chiroq qilishinglar bitiraveramiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.